Ko'zlaringiz ichida tirik, shaffof linza mavjud va u siz o'ylagandan ham g'alatiroq. Bu oddiy tuzilma emas. Bu yorug'likni boshqaradigan tirik mexanizm. Yorug'lik ko'zga kiradi. Avval shoh parda orqali o'tadi, keyin linzaga yetadi. Linzada yorug'lik sinadi va to'r pardaga yo'naltiriladi. Uzoqni ko'rishda linza yassilanadi. Yaqinni ko'rishda esa mushaklar qisqaradi, linza qalillashadi. Bu jarayon har kuni minglab marta sodir bo'ladi. Hech qanday ongli harakatsiz. Lekin eng shok qiladigan fakt, linzada qon tomirlari ham, nervlar ham yo'q. U faqat diffuziya orqali yashaydi, to'liq shaffof holda. Vaqt o'tishi bilan linza ichidagi oqsillar to'planadi. Moslashuvchanlik kamayadi, ko'rish xiralashadi. Bu kasallik emas, bu fizika. Va oqsillar yorug'likni boshqarish o'rniga sochsa, tasvir xiralashadi. Katarakta paydo bo'ladi. Linza birdaniga ishdan chiqmaydi. U sekin, jimjit qarib boradi.